Juda ham chiroyli duo bor ekan, eshitib turinglar-da. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan narsa bilan rizqlantirgan bo'lsang, bas shu narsani menga seni yaxshi ko'radigan narsalarni qilishga quvvat qilgin. Zo'r gap tarqalib qoldi oralarimizda. Mana dedi, palon paytda mana qilganimizda moncha pulimizga kuyuvdik deydi-da, aytadiki, albatta buni ham hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti bolalar. E'tibor beryapsizlarmi? Albatta buni ham hikmati bor deb qo'yapti. Pulga kuydi, 20 ming, 30 ming dollarga kuydi. Lekin nima deyapti? Buni bir hikmati bor deyapti-da, hozir. Mana kecha ukamiz bilan mashinasi ketar, shuni aytayapti. Bir fura narsam deyapti, yo'qolib ketdi. Olgan odam o'lib ketdi deyapti. Bolalarga borsam tamamayapti deyapti. Deyapti-da, aytayaptiki, buni ham bir hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti. Birodarlar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz. Jazobaga tushsangiz ham shu kunda turibsiz. Keling birodar, haqiqiy mo'min bo'laylik. Al-Akram, o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz Al-Akram, karamli zot. Inson ustiga qanday kun kelmasin, Alloh unga nimani taqdir qilgan bo'lmasin, albatta buni orqasida hikmat bor.